Shvetsiyaning Eksultuna shahrida Rojdestvo kuni noma'lum shaxs masjidga o't qo'ydi. 5 nafar odam jarohatlanib kasalxonaga tushdi. Yong'in musulmonlar peshin namoziga masjidga yig'ilganda boshlangan. Aybdorlar izlanmoqda. Saudiya Arabistonida qoidalarni buzib mashina boshqargan 2 ayol terrorchilarga tenglashtirilib, sud javobgarligiga tortilmoqda. 25 yoshdagi Lautjan bilan 33 yoshdagi Maysa 1 oydan beri vaqtinchalik ushlab turuvchi joyida o'tiribdi. Eslatib o'tsak, dunyo davlatlarining ichidan birgina Saudiya Arabistonida ayollarning avtomobil boshqarishi taqiqlangan. Bu yerdagi ayollar bu me'yorga qarshi bir qancha namoyishlar uyushtirdi. Ukraina hukumati bilan Rossiyaparast ayirmachilar ikki tomonga asirga tushganlarni almashtirishni ma'qullashdi. Bu kabi shartnoma o'lka sharqidagi vaziyatni izga solish bo'yicha Belorussiya poytaxti Minskda o'tgan so'zlashuvda qabul qilindi. Ukrainaning xavfsizlik xizmati vakili asirga tushgan 150 Ukrain harbiysini 225 ayirmachiga almashish bo'yicha shartnomaga so'zlashuv asosida erishilganini bildirdi.